Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda AES elektr narxi kilovatt-soat uchun 1000 so'mdan past bo'ladi. Ahmad Xo'jayev O'zatom direktori elektr energiyasini aniq narxini aytmadi, ammo uning joriy tariflarining o'rtacha ko'rsatkichlar darajasida ekanligini ta'kidladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Diqqat qiling. U aniq tarifni ochiqlamagan bo'lsa-da, AES elektr narxi amaldagi elektr tariflarining o'rtacha darajasiga yaqin bo'lishini ta'kidladi. Yakuniy narx elektr energiyasi bozori rivoji va yangi regulyator faoliyati bilan bog'liq holda shakllantiriladi. Shuningdek, yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xarid qilish tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. O'zatom rahbari hozircha iqtisodiy hisob-kitoblar mavjudligini, biroq birinchi elektr energiyasi ishlab chiqarilgunga qadar aniq tarifni aytish qiyinligini qayd etdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston va Rossiya hamkorligida Jizzax viloyatida integratsiyalashtirilgan AES qurilmoqda. Loyiha ikkita yirik Ver-1000 energiyabloki hamda ikkita Ritam 200N reaktorli kichik quvvatli blokni o'z ichiga oladi. Umumiy quvvat 2,1 gigawatt oshishi kutilmoqda. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.